ozish juda ham oson ish. Bilasizmi, ozish prosta ovqat yemay ozishingiz mumkin. Lekin insulin gormoni yeyotgan ovqatimizga javoban chiqadigan gormon hisoblanadi. Yetarli darajada resurslar bo'lgandagina u ortiqcha vazndan xalos bo'lishi mumkin. Biz och qolishimiz ehtimoli juda ham kam. Assalomu alaykum. Men doktor Dilobar, vrach endokrinolog, preventiv yo'nalishda ish olib boruvchi, 15 yillik tajribaga ega shifokor. Bugun sizlar bilan nima uchun oza olmayotganimizni, ayniqsa ayollar nima uchun ozishi qiyinligini 5 ta asosiy sabab haqida gaplashamiz. Tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, aynan ozish bo'yicha, ortiqcha vazn muammolari bo'yicha ko'proq ayollar murojaat qilishadi. Sababi ayollar doimidek emotsional xalq bo'lganimiz uchun o'zini ko'rinishidan, vaznidan, ayniqsa tug'ruqdan keyingi holatidan juda ham ko'p norozi bo'lishadi. Shuning uchun ular doimiy ravishda har doim ya'ni ortiqcha vaznlari, semirganlarda gormonal o'zgarishlar bo'ladi deb endokrinologga murojaat qilishadi. Menga ham xuddi shunaqa. Demak, kelinglar biz bu insonlarni qo'llab-quvvatlagan holatda aynan ozolmayotganingizni birinchi sababi qilib gormonlardagi o'zgarishlar deb nomlaymiz. To'ppa-to'g'ri aynan gormonal sistemadagi o'zgarishlar ozish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin va bu juda ham to'g'ri fikr. Xo'sh, qaysi gormonlar aynan qanaqa holatda bunga ta'sir qiladi? Qisqacha aytib o'taman. Aynan bu haqida, ya'ni ozishga ta'sir qiluvchi 5 ta gormon haqida men video ham tayyorlaganman. U videoni silkasini izohlarda qoldiraman, albatta kirib ko'rish maslahat beraman va hozirgi fikrimni davom etaman. Xo'sh, qanaqa gormonal o'zgarishlar bizni ortiqcha vaznga olib kelishi mumkin? Bu birinchi navbatda qalqonsimon bez funksiyasini yaxshi ishlamasligi. Ya'ni qalqonsimon bez bu eng katta moddalar almashuviga ta'sir qiluvchi bez hisoblanadi. Ya'ni bu bezni yaxshi ishlashi bizni har taraflama chiroyli qomatga ega bo'lishimiz, yog'lar almashuvi, moddalar almashuvini yaxshi jarayonda ketishiga ta'minlaydi. Ya'ni ko'pchilik buni bilishadi. Bu qalqonsimon bez gormonlariga T4, T3 gormonlari kiradi va shular miqdorini qanchalik yaxshi bo'lishini biz TTG gipofiz bezi gormonida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana shu 3 ta gormonni yaxshi chiqishi bu demak sizda yoki yomon chiqishi deylik, sizda gormonal o'zgarishlar borligini belgilaydi. Mana shu gormonlardagi o'zgarishlar bu birinchi navbatda sizni ortiqcha vaznga olib kelishi mumkin. Lekin ko'p holatlarda nima uchundir bu gormonlar yaxshi chiqadi va sizga endokrinolog yo'q, sizni ozishingiz sababi bunda emas deb ham gapiradigan joylari bo'ladi. Lekin patsient o'zini har doimdek gipotireoz holatda sezishi mumkin. Bu birinchi sabablardan biri. Nimaga bu holatda sezishini biz ikkinchi sababiga ulaymiz. Demak, birinchi gormonal o'zgarishlar bu shu aytganimdek qalqonsimon bez gormonlarida bo'ladigan o'zgarishlar hisoblanadi. Buni aniqlash juda ham oson. Ya'ni siz 3 ta asosiy gormonni, bu gipofiz gormon TTG va qalqonsimon bez gormonlari T4 erkin va T3 erkinni topshirib, ularni referenslariga qarab turib, o'zingizdagi holatni bilishingiz mumkin. Ya'ni T4 bilan T3 yuqoriroq referensda, ya'ni referensni yuqori chegarasida bo'lishi kerak. TTG gormoni esa ideal holatda 2 dan past bo'lishi kerak. Lekin bu degani 3 bo'lsa, bu уже norma degani emas. Bu yerda boshqa analizlarga qarab turib, vrach bilan maslahatlashib, buni to'g'rilashimiz mumkin. Ya'ni klinik belgilarga qarab turib. Lekin umuman olganda TTG ni 2 dan past bo'lishi demak sizda qalqonsimon bez bilan bog'liq muammolar yo'qligini anglatadi. Keyingi gormon juda ham ko'pchilik aytadigan gormon bu kortizol gormoni. Ya'ni menda kortizolim oshib ketdi, meni kortizolim oshganiga semiryapman deb to'g'ri aytishadi, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni kortizol bizni semirtiradi. Nimani hisobiga? Kortizol yog' yig'uvchi gormon hisoblanadi va
aynan yog' yig'iladi bu qorin atrofida. Ko'pchilik qorni katta ayollarimiz, ayniqsa e'tibor qaratamiz, 2 qavatli qorni bor ayollar, ya'ni men har doim yechintirib ko'rganimda aytaman, 2 qavat qorin bu ko'pincha kortizolni живот deymiz va yelkalari katta bo'lib ketgan ayollarda albatta bu kortizol gormoni sizni ustingizdan boshqarayotganini bildiradigan holat hisoblanadi. Lekin bitta narsani aytib o'taman. Xo'p, ma'lum bir kasalliklardan tashqari, ya'ni bu itsenga Kushin kasalligi yoki ma'lum bir og'ir endokrinologik kasalliklardan tashqari kortizol balandligini isbotlaganingiz bilan sizga har qaysi vrach nima deydi? Tinchlaning, stress kamaytiring, uyquni to'g'irlang deydi. Ya'ni kortizolni tushirish ishlari juda ham oson. Ya'ni kortizolni tushirish uchun biz hech qanday gormonlardan foydalanmaymiz. Balkim sog'lom turmush tarzini to'g'irlash, organizmni stresslardan kamaytirish, bu uyqu rejimini to'g'irlash, bu vaqtli turish rejimini to'g'irlash va o'zimizda chiqayotgan o'sha ko'p kortizolni to'g'ri taqsimlashimiz orqali, ya'ni bu sportga taqsimlashimiz, yurishga, kamroq stressga kirishda taqsimlashimiz orqali kortizolni tinchlantirishimiz mumkin. Va shu o'rinda aytib o'taman, kortizol gormonini qonda topshirishi hech qanaqa ahamiyati yo'q. Ya'ni siz agar qonda topshirganda kortizol masalan 400 chiqsa, voy kortizolim baland ekan deb noto'g'ri tashxis qo'yishingiz mumkin o'zingizga. Chunki kortizol qonda tekshirish usuli aniqlikligi bo'yicha juda ham past hisoblanadi. Ya'ni chunki biz qo'ldan analiz olayotganda уже siz mina kirganda qo'rqqaningizni hisobiga ham kortizol gormoni ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun kortizolni eng to'g'ri tekshirish usuli bu so'lakda yoki sutkalik siydikda tekshirish usuli hisoblanadi. Bu ikkalasi qonda tekshirilgan usulga nisbatan muhimroq va aniqroq hisoblanadi. Nimalarga ahamiyat berish kerak kortizol so'lakda tekshirish to'g'risida men albatta video olib sizlarga tushuntirib beraman. Va ko'proq bu ahamiyatga ega kortizol balanddan ko'ra kortizol past insonlarga. Va hozirgi kunda bitta narsani aytib o'taman. Siz semiz bo'ling, ozg'in bo'ling, hozirgi zamonda kortizol juda ham ko'p ishlab chiqarilgani hisobga olganda keyinchalik surunkali giperkortizizm natijasida keyinchalik kortizol kamayish kasalliklari hozirgi kunda juda ham ko'p uchramoqda. Bu ham sarkopenik semizlik, ya'ni yog' ko'p, mushak kam semizlikka sabab bo'ladi. Bu haqida bir yana videolar qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Va 3-gormon albatta, ya'ni qalqonsimon bez gormonlari, bu kortizol gormoni va 3-gormon bu insulin gormoni deb ayta olaman. Ya'ni insulin gormoni bilan bog'liq muammolar ham bizni semirishga sabab bo'lishi mumkin. Va buni ham aytishim mumkin. Aytaylik, insulin baland chiqdi, hech qachon insulinga qarshi gormon ishlatilmaydi. Bunda ham biz insulin balandligini ko'ryapmizmi? Demak, xulosa qilishimiz kerak, bu inson palapartish ovqatlanadi, juda ko'p perikuslar qiladi, tamaddilar qiladi va uglevodlarni ko'p iste'mol qiladi. Chunki insulin gormoni yeyotgan ovqatimizga javoban chiqadigan gormon hisoblanadi. Ya'ni biz har qanaqa mahsulot yeyishimizdan qat'iy nazar, ayniqsa uglevodga boy mahsulotlarni yeganimizdan so'ng oshqozon osti bezidan ana shu uglevodlarni zararsizlantirish, to'g'rirog'i mana shu uglevodda hosil bo'lgan glyukozani hujayraga kiritish uchun insulin gormoni ishlab chiqariladi. Va biz maksimal darajada harakat qilishimiz kerakki, bu gormon bizda atiga 3 mahal chiqishi kerak har ovqat yeganimizdan so'ng va bu gormonni sezuvchanligini oshirishimiz uchun biz ko'proq harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun ovqat yegandan so'ng yotib olmaslik, balkim harakat qilish mana shu insulin gormoni sezuvchanligini oshirish, undan tashqari qonda aylanib yurgan erkin glyukozani yaxshiroq hujayraga kirishini ta'minlab beradigan holatlardan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, agar siz endokrinolog qabuliga bordingiz, insulin baland chiqdi, kortizol baland chiqdi, lekin sizga endokrinolog aynan gormon yoki tabletka yozmadi va
sizga boshqa tavsiyalarni berdi. Bu yomon endokrinolog degani emas yoki bu noto'g'ri davo lecheniya qilinyapti degani emas. Bu nabarot sizni to'g'ri yo'lga boshlayotganimizdan darak hisoblanadi. Lekin shuni bilan barobarida hozirgi kunda mana shu insulinni hujayraligi bo'lgan sezuvchanligini oshiruvchi bir qancha BAT va vitaminlar bo'lib, men bu haqida insulin rezistentlik bo'limi, ya'ni Vitamin Pro kursimda batafsil aytib o'tganman. Bu kurs to'g'risida ma'lumotga olish uchun men havola qoldiraman. Aynan mana shu insulin rezistentlik holatlarida nimalarga ahamiyat berish kerak, qaysi vitamin BATlarni ichish kerak yoki qaysi preparatlarni ichish kerak, bular haqida ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Eng asosiysi, qisqa qilib aytganda, bu ovqatlanishni 3 mahalga o'tkazish va ko'proq harakat qilishimiz kerak. Lekin mana shu 3 ta gormonlarni, balkim yuqorida aytgan gormonlarsiz davolash usullari bo'lsa-da, lekin 4-chi aytadigan holatimda albatta gormonlar ishlatilishi kerak va ishlatilishi zarur deb hisoblaydigan holat bu jinsiy gormonlarni kamayish holati. Ya'ni agar siz meni ko'rib turgan bo'lsangiz, ya'ni sizni yoshingiz 45 yoshdan oshgan bo'lsa va siz oldindagi ozolmayotgan bo'lsangiz, ya'ni avvallari 5 kilogrammni yo'qotish siz uchun juda ham oson ish bo'lgan bo'lsa, lekin afsuski hozirgi kunda ovqatlanishingizga e'tibor bersangizda, sportga borsangizda, lekin ozolmayotgan bo'lsangiz 45+ holatlarda, bu albatta sizni jinsiy gormonlaringiz yetishmovchiligi bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Chunki aynan ayollar organizmida ishlab chiqariladigan estrogenlar va testosteron gormoni, noto'g'ri eshitmadingiz, chunki ayol organizmida ham testosteron gormoni bo'ladi. Aynan mana shu ikkita gormon bizni yog'larimizni eritishga yordam beradigan eng muhim gormonlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ikkita misolda keltiraman. 20-25 yoshdagi ayollar, qizlar juda ham tez ozoliydi. 45-55 yoshdagi ayol qizlarimiz ozishi juda ham qiyinchilik bilan bo'lishi aynan mana shu gormonlar bilan bog'liq. Va bundan tashqari yana bitta moment aytaman. Shaxsan o'zim qabulimda erkaklarni bilan ishlashni juda ham yaxshi ko'raman ayollarga nisbatan. Sababi birinchidan erkaklarda biz ayollar kabi gormonlarni o'ynash holati yo'q. Ya'ni biz hayzni boshida boshqachamiz, hayzni oxiriga kelib, ya'ni hayz kelishdan oldin juda ham yalqov bo'lib qolamiz, hayzni o'rtasida umuman boshqachamiz. Ya'ni biz bir oyda har xil emotsional holatda bo'lishimiz mumkin. Bu albatta gormonlar bilan bog'liq. Ya'ni bir oyda har xil ozishimiz mumkin. Erkaklarda esa doimiy ravishda bir xillik, bu ularning qat'iyatliligi bilan ham bog'liq va undan tashqari erkaklarda testosteron miqdorining ko'pligi juda ham ozish uchun, ya'ni moddalar almashinuvi yaxshiroq bo'lish uchun yordam beradigan holatlardan biri. Shuning uchun erkaklar ayollarga nisbatan agar to'g'ri harakatlarni amalga oshirsa tezroq ozadi va yaxshiroq natijaga erishadi. Lekin shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, agar sizni xo'jayiningiz, sizni otangiz yoki farqi yo'q, meni eshitayotgan erkak kishi agar sizda qorin bo'lsa, bilingki sizda testosteron gormoni kamayib ketyapti. Bu haqda ham men liderlar salomatligi kursimda batafsil ma'lumotga ega qilganman va aynan mana shu testosteron gormonini berish orqali 45 dan oshgan erkaklarda osish jarayonlarini tezlashtirish mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Demak, bu holatda faqatgina endokrinologga borish tavsiya qilaman. Ya'ni 45 yoshdan keyin albatta siz qondagi estradiol, testosteron, progesteron gormonlarini tekshirish va ularni boshqaruvchi FSG, LG gormonlari bilan birgalikda tekshirgan holatda ularni to'g'ri interpretatsiya qilish orqali nima uchun ozolmayotganligingizni sababini bilishingiz mumkin. Demak, bu hozir shuncha gapirgan gapim bu ozishdagi qiyinchiliklarni aynan gormonal sistemaga bog'liqligi holati bo'lsa,
Endi esa ikkinchi holat, ya'ni keling, siz hamma shu yuqorida aytgan gormonlarimni tekshirtirdingiz, endokrinologga bordingiz, hammasi okey dedi, hammasi yaxshi dedi, senda hech qanaqa gormonal o'zgarish yo'q dedi. Lekin baribir ozolmayapsiz. Ikkinchi sababi nima bo'lishi mumkin? Ikkinchi, mani subyektiv fikrim orqali ayollarda uchraydigan ikkinchi eng katta sabablardan biri bu organizmdagi defitsitar holatlar, ya'ni vitaminlar, makroelementlar, mikroelementlar yetishmasligi. Bu holat umumiy holatda ko'zga ko'rinmas, lekin organizmdagi bir organizmni qiynayotgan holatlardan biri bo'lishi mumkin. Shu o'rinda bitta momentni sizga eslatmoqchiman. Keling, men sizdan, siz meni ko'rib turgan insondan qarz so'rashim mumkin. Ya'ni men sizdan qarz so'rasam, siz qachon menga qarz bera olasiz? Agar o'zingizda yetarli darajada pulingiz, budjetingiz bo'lsagina menga qarz bera olasiz. Organizm ham xuddi shunaqa. Agar organizmda yetarli darajada resurslar bo'lgandagina u ortiqcha vazndan xalos bo'lishi mumkin. Yoki yetarli darajada resurs bo'lgandagina sizni har xil diyetalaringiz, ochlik, nima deydi, interval голодания yoki boshqa diyetalarga bo'ysuna olishi mumkin. Faqatgina resurs holatda va faqatgina defitsitlar to'lgan holatda. Shuning uchun men har doim ayollarga aytaman, siz birinchi organizmga berib qo'ying, keyin talab qiling. Ya'ni kelinglar, buni sekin-astalik bilan qanaqa qilib analizlarda ko'rish mumkinligi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Birinchi defitsitar holat bu ayollardagi anemiya holati. Nima uchun ayollarda anemiya ko'p bo'ladi? Sababi biz har oy qanchadir miqdorda qon yo'qotamiz va bir xil ayollar o'zi bilmagan holatda u spiralga bog'liq bo'lishi mumkin, tug'ruqdan keyin holatlarga bog'liq bo'lishi mumkin, stresslarga bog'liq, ko'p narsaga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu haqda men hali to'liq videolar qilish niyatidaman. Ya'ni ko'p miqdorda qon yo'qotadi va buni natijasida o'zi bilmagan holatda organizm resursini kamaytirib yuboradi. Buni qayerdan bilsa bo'ladi? Bu juda ham oson, ya'ni anemiyani skriningini o'tkazish kerak. Umumiy qon tahlilida gemoglobin, MCV miqdoriga qaraymiz. Plus ferritin miqdorini aniqlashimiz kerak. Bilingki, keling, agar oddiy til bilan aytadigan bo'lsam, agar sizda ferritin 45 dan past bo'lsa, sizda gemoglobin 130 dan past bo'lsa, MCV 85 dan past bo'lsa, mana shu 3 ta ko'rsatkich organizm ozishda qiynaladi yoki ozmaydi. Sababi gipoksik holatlarda organizmda yog'lar almashuvi ro'y bermaydi. Men qancha praktikamda aytishim mumkin, prosta anemiyani davolaymiz, pasient o'sha dietada, o'sha holatda 2 oydagi, 1 oydagi ozishi boshlaydi. Yoki anemiyani davolaymiz, pasient aynan mushak massidan emas, yog' massidan ketishi boshlaydi. Bu bir-biriga juda ham bog'liq holatlardan biri. Shuning uchun bu narsani esdan chiqazmaymiz. Albatta, ayol kishi bo'lsangiz, mana eshitayotgan anemiyani davolash juda ham katta muhim ahamiyatga ega. Shaxsan o'zim tajribamda o'smirlarni davolashda, o'smir qizlarni davolashda aynan anemiyani davolash orqali juda ham katta o'zgarishlar, juda ham yaxshi natijalarga erishganimni aytib o'tmoqchiman. Keyingisi esa men sevgan va men hurmat qilgan vitamin D yetishmasligi. Bilingki, sizda vitamin D yetishmayaptimi? Demak, muammo ko'p sizda. Vitamin D yetishmayaptimi? Barcha retseptorlar ishlashda har xil nojo'ya ta'sirlar bor. Vitamin D yetishmayaptimi? Siz insulin rezistentlik bilan to'liq kurasha olmaysiz. Albatta, olmayotgan bo'lsangiz, vitamin D tekshirishni maslahat berardim. Qachonki vitamin D 50 dan baland bo'lar ekan, demak, sizda moddalar almashuvi yaxshiroq ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun vitamin D yetishmasligi ham ozish holatini pasaytirib yuboradigan jarayonlardan biri bo'lishi mumkin. Undan tashqari, nafaqat vitamin yetishmasligi, balkim magniy yetishmasligini aytishim mumkin. Shirinlikka ko'p tortadiganlarda xrom yetishmasligi, qalqonsimon bez muammosi borlarda selen, yod yetishmasligi,
umuman mana shu barcha yetishmaydigan holatlar sizni ortiqcha vazningiz bilan sabab bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta sog'lig'ingizdagi o'zgarishlarni analizlar bilan tahlil qilgan holatda biokimiyani topshirgan holatda u yerda ham juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Mana shu joylarni, defitsitlarni to'ldirish orqali ozish jarayonini tezlashtirishimiz mumkin. Va bu sizga bilasizmi, qachonki men nimaga defitsitlar deb ko'p gapiraman, aynan ozish juda ham oson ish. Bilasizmi, ozish prosta ovqat yemay ozishingiz mumkin, lekin ozganlikni ushlab turish bu eng qiyini. Ya'ni siz 5 kilo tashlaysizmi, 10 kilo tashlaysizmi, orqaga atqat bo'lmasligi, ya'ni orqaga qaytmasligingizni ushlab turish mana shu organizmdagi yetishmovchiliklarni to'ldirish bilan juda ham bog'liq holatlardan biri. Kстати, что-то yana bir og'iz aytib o'taman. Aynan omega 3 kislotalar, omega 3 kislotalarni yetishmasligi ham semizlikka sabab bo'ladi. Shaxsan meni praktikamda prosta omegani ichib ozotgan insonlar juda ko'p. Hamma omegani yog' deb o'ylaydi. Omega 3 bu yog' emas, balki to'yinmagan yog' kislotalari hisoblanadi. Ular organizmda juda ham yaxshi holatlarga sabab bo'ladi. Kстати, o'zim ham omegani ichib olishim kerak rostdan. O'zi ichib oling. Sizlarga gapirib turib esimga tushib qoldi. Hali bu haqda bir video qilamiz. Mana men o'zim ham ichib yuradigan qo'shimchalarim bor. Ikkita omegani hozir sizlarga aytib turib ichishim kerakligini ertalab ichib kelganman. Yana ikkitasini ichib olishim kerak. Bular yog' emas, to'g'ri, bu yog' kislotalari. Shuning uchun ma'lum bir reklamalarda menga ko'p yozishgan buni, pokeyni eritib yubordi, bu organizmda oshqozonni eritib yuborishi mumkin, gaplar. Bu hammasi bularni yog' emas, kislota ekanligidan dalolat beradi va bular ozishdagi eng zo'r instrumentlardan biri bo'lishi mumkin. Men o'zim 2 dan 3 mahal ichaman, katta dozировkadagi omegani. Va 3-sababga o'tamiz. Ya'ni 3-sabab, demak, sizlar gormonlardagi o'zgarishlarni ko'rdinglar, defitsitlarni yopdinglar. Endi 3-sabab, shunday ham ozolmayotgan bo'lsanglar, demak, sizlar точно ovqatlanishda qanaqadir o'zgarishlarga olib kelyapsizlar. Ya'ni ovqatlanishdagi o'zgarishlarni bartaraf qilmaguncha ozish jarayoni kechmaydi. Men juda ham hozirgi zamonda bu haqda ko'p gapirgim keladi. Bizda hozir ovqat bo'yicha juda ham izobiliyaga kirib ketganmiz. Ya'ni slishkom ovqat ko'p. Juda ham ko'p. Ya'ni biz hozirgi zamonda ochlik tushunchasiga ega emasmiz. Biz och qolishimiz ehtimoli juda ham kam. Ya'ni biz praktически och qolmaymiz. Ya'ni hozirgi zamonda hattoki juda ham sharoiti qiyin, og'ir deyilgan xonadonlarda, sharoitlarda ham xolodilnik to'la, hamma narsa bor. Har bir xonadonda o'ziga yarasha hech bo'lmasa tuxum, hech bo'lmasa qanaqadir mahsulotlar bor. Agar bunaqa bo'lmaganda shuncha korzinkalar ochirish, shuncha magazinlar, shunchalik ko'p kafe, restoranlar ochirish bo'lmas edi. Bu bir tarafi yaxshi hayotda yashayotganimizni belgisi. Ikkinchi tarafi esa biz juda ham ko'p miqdorda ovqatlanayotganimizni belgisi hisoblanadi. Shu joyda men bitta savol bermoqchiman. Agar videoni shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, ko'rishni bitta savol. Hozirgi kunda sizni uyingizda nechta xolodilnik bor? Masalan, nechta xolodilnigingiz bor? Avvallari nechta bo'lgan yoshligingizda? Men har doim eslayman, bizda har doim kichkina xolodilnik bo'lgan, unaqa katta emas va polupustoy deymiz. Alhamdulillah hamma narsa bo'lgan. Go'sht bo'lgan, nimadir sariyog' bo'lgan, lekin praktически xolodilnigimiz bo'sh bo'lgan. Hozir ikkita kishi yashasa ham xolodilnikda joyi yo'q. To'lib ketgan. Ertalabki nonushtamizda
masalan sariyog' bilan sir qo'ysangiz уже kam narsa qo'ygan hisoblanasiz. Ya'ni avvallari men eslayman, maktabga ketayotganimizda hech unaqa narsa bo'lmagan. Buxanka nonga sariyog' surib, ustiga shakar sepib berishgan. Shu narsani iste'mol qilib ketganmiz. Tuxumli non qilish yoki tuxum qovurib berish bu redkost bo'lgan, judayam. 80-yil farzandlariga salomlar. Hozirgi zamonda farzandingiz oldiga tuxum qo'yasiz, qazi qo'yasiz, sariyog' qo'yasiz, sir qo'yasiz, sirop qo'yasiz. Basharasini qish yetirib o'tiradi. Manimcha sizlarni ham nima deydi, uyinglarda shunaqa farzandlar bo'lsa kerak. Bu nimadan dalolat? Demak, ovqatga nisbatan hozir bizda yetishmovchiliklar yo'q. Va uvol bo'lmasin, ko'zimiz och, ana shokolad yaxshiroq, bu slishkom ko'p ovqat yeyishimiz. Ayniqsa uy bekalari, uyda o'tiradigan ayollar, men sizlarni juda ham tushunaman. Shaxsan o'zim yakshanba kunlari ko'p ovqat yeb qo'yayotganimni his qilaman, chunki oshxonada ovqat qilish kerak, farzandlaringizga ovqat berish kerak. Eringizni puliga achinasiz, nimadirlar yeyiladi. Eng katta qilinadigan xato hozirgi kunda ovqatlanishimiz bo'yicha termachilik ovqatlanishi. Ya'ni oz-ozdan tez-tez. Menga shunaqa ko'p aytishadi ayollar, men o'zi ovqat yemayman, men praktiski ovqat yemayman, men o'zi kam ovqat yeyman, nimaga semiraman deyishadi. Haqiqatda shunaqa ayollarni men bilaman yoki shunaqa insonlarni praktiski ovqat yeyishmaydi. Ya'ni o'tirib ovqat yeyishmaydi. Lekin judayam ko'p перекусlar, tamaddilar qilishadi. Afsuslar bo'lsinki, bu voy alhamdulillah. Rahmat. Pechat. Yomon ovqatlanishlik. Afsuslar bo'lsinki, bunaqa ovqatlanish organizm uchun noto'g'ri, fiziologik holatdan noto'g'ri, ya'ni oshqozon hali ovqatni hazm qilishga ulgurmagan, insulin yaqindagina chiqqan, yana chiqishga majbur, ko'p glyukozani nima qilishni bilmasdan organizm majbur qaqqadir joylash kerak. Bu jigarga joylaydi, qoringa joylaydi, salaga va biz och qolishni boshlaymiz, yana ovqatlanishni boshlaymiz. Shuning uchun bu yerda men bir mahal ovqatlanishga ham qarshiman, bu ham fiziologik emas. Men 3 mahal, lekin ratsionni ko'rib chiqqan holatda sog'lom ovqatlanish, u yerda albatta kletchatka bo'lishi shart. Albatta foydali oqsil va yog'lar bo'lishi shart. Kstati, yangilik eshitgan bo'lsanglar kerak, 2026-yil 6-yanvardan boshlab ovqatlanish piramidasi butkul o'zgardi. Ya'ni ovqatlanish piramidasi avvalgidek emas, balkim sog'lom ovqatlanishga foydali yog'larni qo'shishdi, foydali oqsil va kletchatkani qo'shishdi. Ya'ni bemalol 3 mahal ovqatlanib ozish mumkinligini isbotlashmoqda. Shuning uchun sizlarga ham shuni maslahat bergan bo'lardim. Ovqatlanish bo'yicha men albatta hali yana qo'shimcha videolar qilaman. O'zim ham bu narsaga amal qilishga harakat qilaman va shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, bizni qanaqa ovqatlanishimiz bizni qanaqaligimizni ko'rsatadi. Sizni xolodilnigingizdagi holat sizni uyingizdagi sog'lomlik qanaqaligini ko'rsatadi. Shuning uchun albatta uyingizga kirayotgan mahsulotlarga e'tiborliroq bo'linglar. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Agar farzandingiz semirib ketayotgan bo'lsa, ortiqcha vaznga ega bo'layotgan bo'lsa, siz xonadoningizga qanaqa bozor o'char qilayotganingiz haqida albatta ogoh bo'lishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki biz qanaqa ovqatlanishimiz, uyimizda qanchalik ko'p haligi gazli napitkalarni bo'lishi, soklarni bo'lishi, shirinliklarni bo'lishi, hammasi sekin astalikda vazn ortib borishiga sabab bo'ladigan eng katta muammolardan biri. Va keyingi oxirgi demak davaychi oxiriga qilamiz. Oxirgi ortiqcha vaznga sabab bo'ladigan, yo'q, bu oxirgi emas, bitta oldingisi, 4-inchisi, ya'ni 4-ozishga qiyinchilik uyg'otadigan narsalardan biri
Bu bizni kam harakatda ekanligimiz, ya'ni esimdan chiqib qoldi. Kam harakatlilik, kam harakatli deymiz. Va 4-chi ortiqcha vaznga sabab bo'ladigan holatlardan biri bu bizning kam harakatda bo'lishimiz. Ayniqsa 45+ yoshdagi insonlar uchun. Bilasizlar, o'sha yoshda ko'pchilik kelin tushiradi ayollarimiz, boshqa bo'ladi. Ishini qo'ldan olganligi uchun harakat kamayadi, lekin ovqatlanish ko'payadi. Umuman hozirgi zamonda harakat qilish ancha kamayib ketgan. Biz ko'pchiligimiz mashinalardamiz, ko'pchiligimiz Yandexda yuramiz. Bu hammasi bizni harakatimiz kamligidan dalolat beradi. Men doimiy ravishda harakat qilishingiz kerak desam, yosh bitta ayollar "Mani oyog'im og'riydi, qani yurardim, lekin oyog'im og'riydi, belim og'riydi" degan ko'p gaplarni gapirishadi. Afsuslar bo'lsinki, men ularni ham tushunishga harakat qilaman, lekin tan olaylik, biz oldingiga nisbatan kam harakatda bo'lganmiz. Bizani oldingi ota-bobolarimiz belim og'riyapti, oyog'im og'riyapti deyilmagan. Bu hammasi biz ro'sta harakat qilishni esdan chiqarib qo'yayotganimizdan dalolat. Hamma telefonda, hamma o'tirgisi keladi, hamma kam yurgisi keladi, hamma mashinada. Va buni qanaqa qilib tiklash mumkin? Buni faqatgina o'zingizni majburlab tiklashingiz mumkin. Hech bo'lmasa kam qadamlar bilan, mayli kuniga 10,000 qadam yurmang, lekin har kuni 15 minutdan yuring. Har kuni yarim soat yuring. 10,000 qadam yurish shart emas. Har kuni yurish, ya'ni doimiylikni saqlab qolish bu eng katta pluslardan biri. Biz doimiylikka erishgan sarimiz ko'pgina foydali odatlarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Shaxsan o'zimni tajribamdan keltirib chiqib aytaman. Men shaxsan uyda yurish yoki doimiy ko'chaga yurishga vaqtim bor deb ayta olmayman. Meni ruhlantiradigan narsa bu qayergadir pul to'lashim kerak, pulimga achinaman va doimiy ravishda borishim mumkin. Masalan, shaxsan raqsga boramanmi yoki sport zaliga boramanmi, albatta pul to'lashim kerak. O'sha pulni to'laganimdan so'ng achinaman pulimga, pulim ketayotganini his qilaman, pulni prosta tak topmaganimni his qilaman deb doimiy boraman. Sizlarga ham maslahatim, agar sizlarda menga o'xshab sabr qanoat kamroq bo'lsa, sportga, yurishga, demak, siz qayergadir pul to'lab borishingiz kerak yoki sizga motivatsiya beradigan yaqin do'st topishingiz kerak, yaqin inson topishingiz kerak va doimiylikni saqlab qolishingiz kerak. Qachonki doimiylik saqlansa va bu narsa 3 oydan 6 oyga davom etsa, keyin hayotingizni usiz tasavvur qila olmagan bo'lib qolasiz. Bu albatta har qanaqa yoshdagi insonlarga tegishli. Va eng oxirgi 5-sabab, men aniq ayta olamanki, sizni ozishingizga xalaqit berayotgan eng katta sabablardan va eng muhim sabablardan biri bu uyqu yetishmasligi. Hozirgi zamonda zamonaviy odamlarda mana shu narsa semizlikka sabab bo'layotgan holatlardan biri. Bu xoh erkak kishi bo'lsa, xoh ayol kishi. Ya'ni biz vaqtida kerakli miqdorda uyqumiz yo'q. Ya'ni nima sabab bu? Sababi bu svetni borligi, sababi bu hozirgi kunda internet rivojlanganligi, telefonni qo'ya olmasligimiz va tartibi yo'qligi, xuddi yurish kabi tartibni yo'qligi. Ko'pchilik ozolmayotgan insonlar 2-3 gacha telefon, televizorda o'tirishni yaxshi ko'rishadi yoki farqi yo'q. Ishlarni kechasi qilishni yaxshi ko'radi ko'pchilik ayollar. Afsuslar bo'lsinki, bu narsa isbotlangan. 12 dan keyin uxlaydigan insonlarda aynan leptin gormoni sezuvchanligi pasayganligi hisobiga ertasi kuni ovqatlanish 500 kilokaloriyaga ko'proq yeb qo'yishi isbotlangan ekan. Ya'ni bir kun kechasi kechroq uxlagan ayollar, erkaklar ertasi kuniga 500 kilokaloriyadan ko'proq ovqat yeyishi isbotlangan. Shuning uchun uyqungizda asrashingizni,
uyqu rejimini birinchi o'ringa qo'yishingizni maslahat beraman va uxlab ozish mumkinligini eslatmoqchiman. Hech bo'lmasa bitta qoidaga e'tibor qiling. Men juda ham ko'p gapiraman buni. Turgan kuningiz uxlashga harakat qiling. Ya'ni bu nima degani? Masalan, bugun 6-sanada o'rningizdan turdingiz ertalab. Hech bo'lmasa 7-sanaga o'tmasdan uxlashingiz kerak. Ya'ni soat 12 gacha uxlashingiz kerak. Shaxsan meni 11dan keyin topolmaysizlar. Na telefon orqali, na internetlarda 90% bu narsaga amal qilaman. Albatta bo'ladi, oyda 1 marta, 2 marta ma'lum bir o'tirishlarda bo'lib qolishi mumkin, boshqa, lekin asosan 90% uyqu rejimiga amal qilaman va 90% holatlarda, даже undan ham ko'proq farzandimdan ham shuni talab qilaman. Yana xuddi o'sha gap. Siz vaqtida uxlasangiz, farzandingiz ham vaqtida uxlashi aniq. Juda ko'pchilik ayollar menga bahona qilishadi, erim kech keladi, shuning uchun kutib o'tiraman. O'tirib gaplashib olish kerak. Sizlarga nima muhim? Salomatlik muhimmi yoki pul topish muhimmi? Har doim aytaman, topayotgan pulinglar keyinchalik salomatliginglarni tiklanish uchun sarflanmasin. Topayotgan pulinglar sayohatlar uchun, maza qilib yashash uchun, erkin hayot uchun sarflanishi kerak. Agar siz hozir kechasi bilan uxlamasdan pul topayotgan bo'lsangiz, xoh ayol kishi bo'lsa, xoh erkak kishi, bilingki, kelajakda sog'lig'ingizni tiklash uchun shu pulingizni sarflashga to'g'ri keladi. Shuning uchun undan ko'ra keling, nimadandir kechamiz, ya'ni qaysidir puldan kechamiz va ko'proq salomatligimizni asrashimiz kerak. Va har doim men aytadigan narsa, profilaktika bu sizni ancha pulingizni tejaydigan narsa. Qachonki siz salomatligingizni tejashga o'rganasiz, siz pulingizni tejaysiz va aniq narsa, salomatlikni tiklash uchun o'sha kasal bo'lganda yoki rak bo'lganda, o'sha infarkt bo'lganda, insult bo'lganda ko'proq vaqtingiz ketadi, ko'proq pulingiz ketadi. Buning uchun esa salomatlikni asrashimiz eng katta bizani hayotimizdagi eng katta maqsadimiz bo'lishi kerak. O'ylaymanki, ortiqcha vaznga nimalar olib kelish to'g'risida bugun juda ko'p gaplashdik. Agar sizda qanaqadir savollar qolgan bo'lsa yoki qanaqadir muammolar qolgan bo'lsa, kommentariyada batafsil yozib yuborishingizni maslahat beraman. Ana shu muammolarni men yana olib chiqib sizlarga video tayyorlashga harakat qilamiz va bu video haqida o'z fikr mulohazalaringizni ham qoldirasiz degan umiddaman.